Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan tog'liq kentda. O'rmonlikqa kirib, diqqatinglarga bir asarni sunay dedim. U bo'lsa-mu Yalqin Rozining Men nemishqa obzor yozaman nomli bu kitobiga kirgizilgan Selim Bovayning simvollik qimmatini qazish degan temadagi bir parcha maqola. Selim Bovayni Qarmaylı qeyrindaşlarla emas, belki bütün Uyg'ur xalqi biladi. Yoshlar ancha ko'p bilmasligi mumkin, bilmaganlar bu asarni anglagandan keyin bilib qolsa ajab emas. Shundaqmi? Xo'sh. Selim Bovayning simvollik qimmatini qazish. Madaniyat nuqtasini aytganda bir millat yoki bir rayonning ijtimoiy alohidligi til, aqida, e'tiqod, qimmat qarash, san'at, axloq, urf-odat, an'ana va simvollar orqali shakllanadi. Jung'ariya cho'lligining o'tirsiga joylashgan romantik shahar Qaramayning ijtimoiy aloyligini gavlandirib turadigan qimmatlar ichida Selim Bovayning simvollik qimmati intayin muhim o'rin tutadi. Milliy simvollari yo'q xalq bo'lmaydi. Simvoldan xoli shaharning shuhrati bo'lmaydi. Milliy simvol kishilar qadrlab, aslab ham his qilib turish jarayonida o'zlarini qaytadan yaratadigan qimmatlik boyliq. Kishilar o'zlari suyundigan simvollar orqali o'rtaq hissiyot, o'rtaq rishta va o'rtaq tavallik tuyg'usini tepib oladi. Bu o'z navbatida uyushchanlik, inoqlik va xoslikni ro'yobga chiqaradi. Demak, simvol biror millat yoki biror rayondagi xalq uchun aytganda, ularning mavjudligida intayin muhim ahamiyatga ega. Simvolning roli va ahamiyatini tushunish, uning qimmatini qazish va ifodalash hammaylanga o'rtaq vazifa bo'libmi, adiblar, san'atkorlar uchun bosh tortib bo'lmaydigan muqaddas burch. Selim Bovay Qaramay xalqi uchun ham sharaflik, ham yiqimliq simvol. Uning Robinson Crusoe'ninkiga o'xshab ketadigan alohida qismati va Qaramayning tunji puhrasi bo'lishdek real qimmati Qaramay shahri va Qaramay xalqi bilan abadiylik yo'g'rilib ketgan. Uning go'zal qo'shoqlari Qaramayning dastlabki tarixidagi sirliq tepishmoqlarning javobi. Naliksan deganlarga qaramayliq deb qo'ydim. Topsam yangi maybuloq, oyat o'qib at qo'ydim. Jaran tutib yedim men, kiyik tutib yedim men, terisini o'shnamga egin etib kiydim men. Makonimdir maybuloq, jaran buloq, oq buloq, to'kmat olvan yasoqdin, bag'ri toza, soq buloq. Qaramayga ism qo'ygan bu xosiyatlik Bovayning simvollik qimmati 1980-yillarning boshlaridan boshlab his qilinishga, ta'riflanishga, ta'kidlanishga boshlagan. Ana shu yillardan e'tiboran uning o'z qo'shoqlarida aks etgan tetik, mardona, chechen, xushxuy va tavakkulchi obrazi bara-bara adiblar va san'atkorlarning ijtihodi bilan adabiy asarlarda va san'at asarlarida qayta ifodalandi. Selim Bovayga bag'ishlangan she'r, nasr, haykal, rasm va romanlar barliq keldi. Bugungi kunda u Qaramay xalqi iftixor bilan tilga oladigan yuksak ma'niga va alohida qimmatga ega haqiqiy simvolga aylandi. Qaramayga ism qo'ygan tunji ota, Qaramayning tunji puhrasi, Qaramayning tunji shoiri, Uyg'urlardan chiqqan tunji neft sodigeri, Xizirga yo'liqqan ota, Jung'ariya arkisi qatorliq bir-biridan go'zal ta'riflar Qaramay xalqi ig'izidan tushirmaydigan so'z jumlalarga aylandi.
Albatta, Selim Bobaydan iborat bu yuksak qimmatga ega simvolni qancha ta'riflasa, uning hayoti aks ettirilgan drama kinolarni ishlasa, hikoya romanlarni yozsa, uningga atab naqshi musiqalarni ijod qilsa, uning nomi bilan ko'chalarni atsa, uning nomini maktablarga qo'ysa, tovar markasi qilib qo'llansa, tamamen arziydi. Chunki Selim Bobayning o'rni qaramayliqlarning qalbida alohida qimmatga ega. Qaramayliqlari o'zlarining bu chechan, mardona, tetik, xushxuy va tavakkulchi bovisini har xil usulda yod etadi. Sevg'inadi, uningdan suyunadi, sharaf his qiladi. Uni boshqalarga bildirgisi keladi. Xizirga yo'liqqan ota nomli biografik roman dal mushundaq o'rtaq arzu istakning turkisida yozilgan ahamiyati yuqori romandir. Men bu romanni o'qimagan, Yalqin Rozi bu kitobni nihoyatda yaxshi tushuntiribdi tavanda. Xo'sh. Qaramayliq qalamkashlarning boshlamchilaridan biri bo'lgan ijtihodliq yozuvchi Arslan Talibning qitirqinib izdinishi va berilib qalam ta'virtishi bilan ro'yobga chiqqan bu qimmatli roman Uyg'ur adabiyoti uchunmi, Qaramay xalqi uchunmi alohida ahamiyatga ega. Yozuvchi Arslan Talib bu biografik romanida Selim Bobayning agri to'qay sarguzashtlari bilan to'lgan bir butun hayotini xiyla yuqori mahorat ham astoydil pozitsiya bilan yo'ritib bergan. Bo'libmi uning chechan, mardona, tetik, xushxuy va tavakkulchi xarakterini yaratishga zo'r kuch sarf qilgan. Selim Bobayning xarakteridagi bu ro'shan xoslik Selim Bobayning obrazini yaratishga niyat qilgan har qanday adib va san'atkor uchun qiyin nuqta hisoblanadi. Chunki Selim Bobaydan iborat bu tarixiy shaxsning vujudidagi xosliklarni mohirlik bilan ifodalab, zo'qlang'uvchilarning zo'qini haqiqiy ravishda qo'zg'ash oson emas. Yozuvchi Arslan Talib Selim Bobayning xarakteridagi chechan, mardona, tetik, xushxuy va tavakkulchilikdan iborat bu ro'shan aloyliklarni ifodalashga kirishishdan ilgari uning qo'shoqlarini qitirqinib mulohiza qilgan. Selim Bobayning hayot izlariga munosabatli joylarni astoydil Yozuvchi Arslan Talib Selim Bobayning xarakteridagi chechan, mardona, tetik, xushxuy va tavakkulchilikdan iborat bu ro'shan aloyliklarni ifodalashga kirishishdan ilgari uning qo'shoqlarini qitirqinib mulohiza qilmagan. Selim Bobayning hayot izlariga munosabatli joylarni astoydil tekshirmagan. Munosabatli kishilarni takror ziyorat qilmagan bo'lsa, Selim Bobayning obrazini muvaffaqiyatli yaratolmagan bo'ladi. Abdur munosabatlik materiallarni atrofliq to'plagan ham uni badiiy jihatdan astoydil pishiqlab ishlagashga tarixiylik va badiiylik jihatda xeyli yuqori qimmatga ega yaxshi romanni yozib, Uyg'ur adabiyotining osmonida bir yorug' yulduzni chaqnashga muvaffaq bo'lgan. Men Arslan Talibning Xizirga yo'liqqan ota nomli bu romanini 2005-yili o'qigan edim. Shu chaqda biz dars islohotining talabi bo'yicha o'rta boshlang'ich maktablarining til adabiyot darsliklarini tuzib o'tdik. Boshlang'ich maktab 5-yilliklar uchun ikkinchi qism til adabiyot darsligidagi personajlar siymosi degan bo'lakning talabi bo'yicha yozuvchilarning personajlarni tasvirlash usullari namoyon qilingan yaxshi asarlarni tepish zarur bo'lib qoldi. Biz turli janrdagi asarlarni o'qib, oxir yozuvchi Zordun Sabirning Ona yurt romanidan G'ani Botirning obrazi jonliq tasvirlangan Jazo degan parchani, Husayn Tashning bolalar uchun yozilgan povesti Ayollar iftixori Nozugum nomli povestidan Nozugumning tiz pükmas obrazi ta'sirlik tasvirlangan bir parchani,
Arslan Talibning Xizirga yo'liqqan ata namliq romanidan foydalanib tayyorlangan Selim Bovay degan parchani ham Amerika yozuvchisi Mark Twainning 1 million font namliq hikoyasidan elingan Pulning sehri kuchi degan parchani darslikka tanladik. Shuning bilan Selim Bovayning obrazi tasvirlangan asar darslikka kirgizilib, har yili 150 mingdan ortiq o'quvchi o'qiydigan dars tekstiga aylandi. U o'z navbatida Selim Bovayning simvollik qimmatini umumlashtirish va namoyon qilishning afzal fursati bo'lib qoldi. Nima uchun Selim Bovay tasvirlangan bu parcha darslikka tanlandi? Sababi shuki, Selim Bovayning kechirmishlari mo'l. Xarakteri qaysar bo'lg'achqa o'quvchilarga unutilg'isiz ta'sir qoldirdi. Bo'libmi uning yirtqich bo'rilar tun bo'yi hovlab, tinimsiz vahim selib turadigan. Yoz bo'yi to'nurdek qiziq oftobga qoqlanib, pijildab turadigan. Qishicha qahrton sovuqda o'likdek uyib qoladigan. Atiyozda pat-pat qo'rqinchli bo'ron chopqini ko'tarilib, olamni ma'lum qilib etadigan. Kuzda odamning tenini shurkundiradigan qelin to'qayliqlar, rangarang go'zal tusga kiradigan bepoyon Jung'ariya cho'lida 40 yilga yaqin tanho hayot kechirganligi bolalarning sabiy qalbida qahramon sifat bir qaysar odamning siymosini namoyon qiladi. Qiyinchilikni yengish jasorati kamchil. O'z uydimi yolg'iz yetishga petin olmaydigan, qorong'udan ziyoda qo'rqadigan, psixikasi ojiz hozirgi yosh o'smirlarga nisbatan aytganda, Selim Bovayning Robinson Crusoe'dek ajoyib obrazi unutilmas ta'sir qoldirdi. Ham ularning xarakterining yetilishiga, dunyo qarshining shakllanishiga aktiv ta'sir ko'rsatdi. Yozuvchi Arslan Talib Xizirga yo'liqqan ata romanida Selim Bovayning obrazini tasvirlashda haqiqatan darslikka tekst qilib tanlug'idek ham o'qirmanlarning qalbida zo'q qo'zg'adigandek darajada muvaffaqiyat qozona olganmi yo'q? Men o'zimning qimmat o'lchimi va adabiyot tushunchasiga asosan Arslan Talibning qalami ostida Selim Bovayning obrazi haqiqatan utuqliq yaratilgan deb ayta olaman. Albatta, bundaq deganlarim Selim Bovay obrazi mukammal, nuqsonsiz badiiy obraz sifatida voyaga yetgan deganlikdan derak bermaydi. Undaqda Selim Bovay obrazining ufqi qaysi taraflarda ko'riladi? Birinchi, odatda personajlar obrazini yaratishdagi eng jonliq usullarning biri personajlarni inchika tafsilotlar ichiga qo'yib yaratishdan iborat. Yozuvchi Arslan Talib Selim Bovayning mijoz xarakteridagi xoslikni tafsilotlar ichida namoyon qilishga alohida ahamiyat bergan. Odatda mahoratda naqs bo'lgan ko'pincha yozuvchilar personajlarning xosligini bevosita bayon qilish yo'li bilan ifodalab qo'ydi. Arslan Talib bu jihatda o'zgacha yo'l tutib, ko'plagan ushoq tafsilotlar orqali Selim Bovayning xarakteri xosligini asta-asta yo'rtib bergan. Ikkinchi, Selim Bovayning hayoti qarshilik, qechish, tavakkulchilik va tanholik ichida o'tgan hayot. Bundaq odamning hayoti odatdagi odamlarning hayotidek hayotidek anchkim ziddiyat, to'qinishlar bilan emas, odam o'ylab baxmagan mushkulchiliklar bilan to'lgan bo'ladi. Yozuvchi Arslan Talib bu nuqtani to'liq nazarda tutib, Selim Bovayning bir butun hayotini unutilg'isiz hayot mushaqqatlari ichida yo'rtib bergan. Mayli yoshlik mazgillardagi kechirmishlari bo'lsin, mayli ilayga qechib chiqish jarayoni bo'lsin, mayli Qaramayning jangallarida insi jin yo'q ahvolda 40 yilcha tanho yashash jarayoni bo'lsin, hammasi bir-biridan mushaqqatli kechirmishlar bilan to'lgan. Uchinchi, yozuvchi romanida Selim Bovayning xushxo'y, chechan, ammo johil mijozini nazarda tutib, uning so'z harakatini tasvirlashga alohida ahamiyat bergan.
Selim bovay odatda ko'p gap qilmaydi, ammo qilgan gapida ching turadi. So'zlaganda qisqa, mig'izliq so'zlaydi. So'ziga yomorliq tus berib so'zlashga amroq. Harakatlari salmoq, ammo chapdas. Bundaq salmoq harakat odati bilan chapdas harakat odati uning qo'shqulliqda ham tanholikda tavlangan xarakteriga toza mos kelgan. 4. Yazgıcı Selim bovay obrazini yarqinliqqa ega qilishda, ya'ni uning atrofidagi odamlarni tasvirlash orqali ularning Selim bovayga tutgan muomalasi, Selim bovay haqidagi ta'siroti orqali Selim bovay obrazini yandin yo'rtib bergan. Masalan, 8-bobning xo'rlangan bovay degan mavzu ichidagi bayonda Selim bovayning 30 necha yillik cho'pqeti Helim bayda qaldırgan ta'siri hem onun Selim bovay haqidagi o'y xiyollari nihoyatda chin ham qoyilliqlarliq yozilgan. 30 necha yillik cho'pqeti Helim bayda qaldırgan ta'siri hem onun Selim bovay haqidagi o'y xiyollari nihoyatda chin ham qoyilliqlarliq yozilgan. 5. Selim bovayning simvollik qimmati romanning oxirgi qismida nihoyat ro'shan ifodalangan. Jungariyadagi romantik shahar Qaramayga ham Qaramayning tunji barpochisi bo'lgan Selim bovayga alohida muhabbati bor yozuvchi Arslan Talib oxirgi so'zda zo'r ishtiyoq, havas, ajoyib iftixorlanish hissiyoti bilan asarni yezib bo'lganimda Mühüremdin tağını elivetgendek yengilişip kaldım dep yazdı. Yazgıcı bu samimi hissiyat singen cümlelerinde özünün burcunu tağdek iğir his kılganlıqını ifadelagan. Hakikaten mu mas'uliyat toyğusu küçlük bir yazgıcı üçün etqanda el, vatan üçün kılınıdığan her bir hizmet tağdek iğir, tağdek yüksek sezildi. Yazgıcı Arslan Talib bu ahirgi so'zida o'zining vijdoniy burchining shakllanish sababini ham bu burchini ado qilish jarayonidagi o'y xiyollari, izlanish ijtihotlarini samimiy ravishda bayon qilib, Selim bovayning simvollik qimmatini qanchalik cho'nqur his qilib yetganligini tushundirgan. Navoda Selim bovayning simvollik qimmati bu qadar cho'nqur his qilinmagan bo'lsa, uning obrazimi bunchalik yorqin yoritilmagan bo'ladi. Biz bu bayonlar bilan bir butun roman voqealigini birlashtirsak, shu chaqdala Selim bovay obrazining muvaffaqiyatli yoritilganligidagi sirni tushuna olamiz. 2011-yil 4-oyning 16-kuni yozildi. Afsus bu romanni hozir tepish mumkin emas. Xudoyim buyursa tepib bir o'qish nasib bo'ladi. Ma'qul amsa kitob o'qish munbirining hurmatli mushtariylari, bugungi anglitishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xeyli so'q. Ma'qul amsa, xayr xo'sh. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri Avlodlar to'rbetining hurmatli mushtariylari. Men hozir Marokashda. Bu yerga sayohatga kelgan bir necha kun turib qolamiz.
tunji kundagi ta'siratim shunchalik bir qaynam tashqinliq hayotga to'lgan bir shahar ekan. Bu bir necha kun sayohatimda topgan suratlardan tanlab hozirlarga sunaman. Hozir men Kutubiya masjidining oldida kaptarlarni C'est pas toi qui viens? Ouais. Oh là, arrête. C'est pourquoi je suis content. Marrakeş'teki bu seyahatimizni qandaq başladık desanglar, mana Mahadik'e oturup aldı bilen bir saat qandaq bir aylanaylı dedik. Undaq bo'lishida bu şahsen mening Marrakeş'ga tunji ketim kelishim. Şuna adet çoğun şehirlerge barsak, abduzlarga oturup aylanımız bu. Şununla o'xshash. Hadik arabada o'tganda ancha charchamay, yo'llarni ancha bilmasakmi? Dastlabki bir mundaq bir manzillarni yakunlab olib bo'ladi. Andin xaritimiz bo'yicha yana borgan yerlarni ayrim tanlab aylansak vaqt az ketadi, sayohatni unumli bo'ladi. Ma o bobaybekmi yaqinliq bobayga shuncha ko'p odamlarning ichidan mushu kishining hadikini tanladik. Kutubiya jamoasining munari hamma tarafdan ko'gil bo'ldi ekan. Chiroyli jamoa ekan bu. C'est les remparts, ça. Et on va plus vite, nous. J'ai pas compris. Ama kamçılaydı iken atni, şunu yaxşı gömdüm. Usab ketibdi de becherlar. Aynen. Alaydı to'xtab suv beryapti. Usab ketdinglarmi? Rahmatchimi? Urishmanglar. Voy, yetkidek suv borkan qo'shqinlarga. Urishmanglar. Mana mushtaq chiroyli Hadik bilan oylanyapmiz. Ikki oq at.
Çoğun bazar ekan mana. Para! Mana do'stlar, Hadik bilan 1 soatlik aylanishimizni tugatdik. Bu akamizning ismi Hasan ekan. Hasan. Hasan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Haqiqatan bir yaxshi aylandik. Bu cho'ng ko'cha, kichik ko'cha, qaynoq bozor, tinch ko'chalarni aylanib shunday yaxshi bo'ldi. Sizlarning yoqtirgan bo'lishinglarni tilayman. Assalom do'stlar. Men hozir Bahya ordusida. Bu ordini 1866-yili bu yerdagi bir cho'ng vazir selishni boshlagan ekan. Ondan keyin o'xshamagan jillarda o'xshamagan vazirlar buni cho'ngaytib bugungi nihoyatda haybatlik bir orduga aylantiribdi. Ammo hozir bu yer podshoh vazirlar yashaydigan yer emas, balki siz bizga o'xshash sayohatchilar kelib ko'radigan bir muhim sayohat rayoniga aylanadi. Biraz aylanib birga ko'raylik. Toroslarni ajoyib naqshlagan ekanlar. Presque un terrain de foot. Bu orada nihayetime çoğunken başıncılık gösterisi. Esselamu Aleyküm. Marrakeşlik Taşpaklıcan. Eşimizdirik. Kasaplaştım sınavı.
Aramak koyay bununla. Bugün biz Marrakeş müziğhanəsidə. Bu yer kelgendikin bir neçe müziğhanlarını ziyaret kıldık. Körüp atqınanladık bu yerdeki müziğhanlarına aitim, heybetlik. Bulupun bekmo yaxşı asırlı, qoğdulu betipdi. Billah biraz ayılnaylı.
Voilà. Qui rentre dans le Көріп атқан bu güzel bağça Marrakeş'teki Marjolin bağçısı. Hakikaten bek çıraylık ekan. Lekin sayohatchilar bek chiqqan aranma kichikgina bir odamlar azroq yani topdim. Biraz tanıştırıp qo'yay bu bağçani. Bu bağça asli 1924-yili Fransiyalik Marjolin degan bir kishi setib olgan o'rin ekan. U vaqtda albatta oddiy bir uy solgan ekan. Marjolin degan bu kishi dangliq yog'ochchi bo'lg'achqa ayni vaqtida ajoyib chiroyli naqshlarni o'yib uylarni yasagan shundoq bir dangliq kishi ekan. Ama bu yani 1980-yili Yves Saint Laurent setib oladi ekan. U vaqtlarda bu yer albatta hozirgi holatda emas. Vaqtning o'tishi bilan bu yerlar ko'nrab, tashlandiq holatga kelib qoladi ekan. Yves Saint Laurent'ni desam cho'qim bilasizlar, bu fransiyalik dangliq kiyim loyihaligüchi. Hozir Yves Saint Laurent'ning kiyimlaridan boshqa har xil grim buyumlari, zibu zinnat buyumlari degandek. Yves Saint Laurent bu yerni setib olgandan keyin Berger degan kishi bilan birga bu yerga mana shundoq har xil daraxtlarni tikib, o'simliklarni o'stirib, qurilishlarni qilib, endi ajoyib chiroyli jannatdek bir go'zal yani hozir qiladi ekanda. 2008-yili Yves Saint Laurent tugab ketgandan keyin bu yani Yves Saint Laurent fondi jamiyatiga o'tkazib berdi ekan. Shundan keyin bu yerga har yili keladigan turistlarning sonining jiqligi, lekin haqiqatan bir kelib ko'rishga arziydigan yerlar ekan. Shunga go'zal manzarlardan tatib, hozirlarga biroz sundim. Mana shu keynimdiki, shu manzarlarni ko'radigan bo'lsanglar, nima degan chiroyli nilufarlar bu. Acayip chiroyli canım. Mana. Tərimizga hava yaxshi bo'lib berdi. Hammadan shu yerga kelib rasmga tushadi ekan. Chunki makayni kirasi ko'rinish bek chiroyli chiqadi ekan.
Biz düşüp aldık. Kuşlar sayrap durgan. Şu kadar güzel. Azap çıraylıqı. Zəngər, siyriq rənglə əndi şunçilik bir. Buya keldigan sayohatchilar bak ko'p bo'lganligi uchun odatda internetda qaysi vaqtda keldiganligimizni oldin bekitib, pulni oldin topshirib kiradiganmiz. Kirgandan keyin hatto qalaymiqan aylanishga ruxsat yo'q ekan. Cho'qim ash belgilangan yo'linish bo'yicha aylanib menishimiz kerak ekan. Mayalarni boyi bir aylanib olgandim, shuningdek yana bir aylanib yetadigan bo'ldim. Qo'yimdan odamlar azken yaxshi yeri. Bambuklar. Mayada chilaylik. Siyriq beliqlarni ko'rsizlar. Boy ko'rayotgan shunlashqa. Tetta. Chilaylik. تشربوا Ayede Yves Saint Laurent'ninki küçük bir kabrisini koydu. Şunu kesip koyayım. Mana Yves Saint Laurent bilan Pierre Berger degan kishi setib elib bu bog'chani bugun kunga kirgizgan ekan. Baya muzey bog'ga kirdik, ammo uning ichida rasmga tatqizg'ali, videoga tatqizg'ali bo'lmaydi ekan. major things to be allergic to. Marjolin bog'chisida shunchalik ko'raylik. Magnifique. Yalnız çiğ. Şekersiz yalnız çiğ yani.